O'rtoq asal ishqibozlari, asal deyotganlar. Mana buni diqqat bilan ko'ringlar. Mana bu stress kasa deydi mana. Asalli kesilgan joyi, marhamat. Asalli eng olg'ir mana pishgan joyi. Bu pechatlamagan. Pechatlagan joyda xolagan lechinaga ishlasa bo'layotgan joyi, baraka topkirlar. Bir xil mana bu nima, mana palon pul desak, bu chiqindisimi, axlatimi deydi. Asalli eng zo'r joyi bo'ladi. Mana marhamat, buni yeng xolagan lechinangizga ishlating. Mazza qilib uxlang. Energiya manbai deydi mana buni. Mana o'qishni qarang, buni ko'rdingizmi? Voy. Marhamat, bu yog'ini ham xuddi shu holatda. Mana qarang. Asalli pishirgan joyi eng oliy, eng sifatli joyi bo'ladi bu. Mana. Bilinglar, tanishinglar. Bu bizda hech qanaqa chiqindi, axlati bo'lmaydi arini. Ari eng halol Xudoyim Taolo tomonidan bu yaratilgan narsa. Bu to'g'ri tushuninglar. Mana bunga tushgani bu. Bundan oqqancha oqadi, qolganini mana tegida oqib turibdi. Bu ham zo'r joyi. Mana. Marhamat. Ko'ringlar qanaqa. Mana bunday qilib kesib ko'zi ochiladi. Ko'zini ochgandan keyin apparatga tushiradi mana. Apparatga qo'yadi. Mana Maratjon bosh rolda. Mana apparatni ko'rsataylik bitta. Apparatni ko'rsating. Mana marhamat, o'rnating buni, ko'rsating. Ko'rsin. Siyosat. Siyosatlari ham ko'ryapman. Asal chiqyapti mana. Shu ikkita.